Nima? Ha? Kim qolib ketdi? Qolib ketdi. Boyag'i u. Voy, eski. Tajik bilan qirg'iz otishayotdi. Vahshat kuchab ketdi. Qirg'izistondan organlarni jo'natingizlar tez. Granatalar bilan otishayotdi. Qaysi yo'l men aytay? Ya boshqa yo'l yo'q o'zi. Men aytaymi? Слишком qattiq otishayotdi. Granata bilan otadi tajiklar. Qirg'izda bilan bir 20-30 ta soldat turadi. O'ldi уже nechtasi? 5 o'tirdilar be. Sıra biton taga jotam. Kel üstüne ne tut koy. O kavuşlu kalkıplar beçara men soldu. La beçara. Az aldı dediler. Sekin arasında. Ya bizlikler sezasda turadilar döngde. Bizikam ko'p. Bizlikler polni kelganlar albatta. Bizikam ko'p biroq. Yeminda yo'lda otishayotdi. Yo'lda trassadan jetdi. Yo'l talash bo'ldi o'zi, yo'l talash bo'ldi. Jamna bayağı kuchaytgan bu. Ya bu birak kuzi sesilib. Bütçe bitti уже. Jüktigin beri kunchilar ko'rinadi. Hozir ko'ksayga qarasam o'tadilar. Turasizlar. Ko'ksay уже bitdi-da, bu yoq urush o'ynab yo'q boshlaydi. Ha, ana nimani tushganda ham javob. Burjonni ko'ngil aylantirib mashina ostiga chiqdi. Jik tashlandi. Atış qattiq bo'ladi, tug'andar atış qattiq bo'ladi. Qirg'izning organlari armiyasini polni jo'natingizda Tojikiston bu yerda polni jahon bildirdi-chi. Qirg'iz bechara soldatlar oz edi al yerda-chi. Ошол президенттер тезирээк чечип берсе, ошол жерде карапайым калк кыйналбайт эле. Бечаралар канча үйлөргө граната менен атып атат мына жакчак. Мына Кыргызстан мыналар, полный Кыргызстан жерлери мына. Биягы Тажикстан мына. Мына жакчакта полный атышып атат азыр. Кыргызстанга полный граната ташып атат.